chorva boqishga ixlosman. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, do'stlar, kanalimiz a'zolari va chorva ixlosmandlari. Sizlarga chorva boqishni yana ham komfortlashtirish uchun akalar konteyner mahsulotlarimizdan yasalgan, mana konteyner listdan yasalgan qo'y oxirlarimiz bor. Xo'p, buni ko'rsatib berasan. Xo'p, uzunligi 2.35, og'zini kengligi 40 sm, yerdan balandligi 45, chuqurligi 20 sm bo'ladi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, akalar 300 ming so'mni o'zi dastavkasi bo'ladigan bo'lsa, vaziyatga qarab yana ham kelishamiz. Xo'p, mana buni ichida suv ham turadi. Mana suvni to'kib. Akalar 100 kilo besim bor. Bukilib ketmaydimi, ko'p xizmat qiladimi degan savollarga javob. Akalar qachon olganlaring eslaridan chiqib ketadi, xudo xolasa. Bu ham endi haligi abadiy narsa emas. Odamlar ham qaragandan keyin o'lib qolyapti-ku. Buni ham siz rasxod qilishingiz mumkin, hayotingizda oyog'i sinib qolish ehtimoli bor. Endi hali plus minusini aytib ketgan yaxshi. Xo'p, bundan keyin sizga keladigan bo'lsak, mollar uchun akalar oxirlarimiz bor. Bu oxirlarimizda og'zini kattaligi 65 sm bo'ladi. Chuqurligiga keladigan bo'lsak 32-33 sm, uzunligi 2.35. Eng yaxshi tarafi bu konteynerda tom qismidan qilingan bo'ladi. Tom qismi chidamliroq bo'ladi, yon qismiga nisbatan baquvvatroq bo'ladi. Xo'p, bu oxirimizni narxiga keladigan bo'lsak, akalar tayyor holati 550 ming so'm. Agar sanoq miqdori ko'p bo'ladigan bo'lsa, narxidan yana kelishamiz. Endi rosa katta o'tib bera olmayman, lekin sizni norozi qilmayman, xudo xolasa. Akalar, bunisi shu oxirimizni yarimta holati. Faqat bu yarim puliga tayyor bo'lmaydi, chunki buni yoni, oyoqlari borligini hisobiga va kichkina oxirga ham, katta oxirga ham bir xil usta haqqa chiqishini hisobiga bunimiz narxi balandroq bo'ladi, 350 ming so'mga to'g'ri keladi. Yana 1.17 bo'ladi akalar. Xo'p, bu oxirlarimizda keyin akalar latok variantlari ham bor. Latok variantlari yoni bo'lmaydi, oyog'i bo'lmaydi. Narxiga keladigan bo'lsa 400 ming so'm eng ideal holatdagisi bo'ladi. Materialda bedefekt. Agar uncha defekti borini olaveraman, menga bo'laveradi desangiz, sizga narxini yengillatib beramiz akalar. Dastchigar. Bachkalashmaymiz akalar. Sizlarga buchka yasab qo'ydik. Bu buchkamizni oldin narxini aytay, qiziq joyi bu. Bilasiz, narxi 3 million so'm. Dastlabki qilib beradigan bo'lsak, narx-navolar o'zgarib qolishi mumkin. Bochkamizni umumiy suv hajmiga keladigan bo'lsak, 5 tonna. 3 million so'mga ataga, uni qiynavermaydi odam. Xo'p. Bu bochkamizga keladigan bo'lsak, akalar 10 tonna 350 litr suv oladi. Umriga 10 yil garantiya beraman. Endi to'g'ri, odamlar o'zi 1 minut ichida ham har narsalar bo'lib ketib qolyapti, o'ziga garantiya bera olmaydi deyishingiz mumkin. Biz o'zimizni tajribamizdan kelib chiqib garantiya bera olaman bunga, chunki 15 yil bo'lgan bo'lsa shu sohaga kirib kelganimizga, shu 15 yil oldinga olib ishlatib turgan akalar ham hali hanuzgacha ko'rsak, rahmat uka, ish beryapti deb o'tib ketyapti. Xo'p, bunimizni narxiga keladigan bo'lsak, antiga 6 million so'm. Qimmat emas aka, bosib olish kerak. Suvsiz plastmassa bochkani 2 yil yo 1 yilda chirib yuborgandan bitta 6 million yo 3 millionga buni olib turib, akalar 15-20 yillar maza qilib, ichida suv saqlab ishlatgan yaxshi. Faqat qurilishga yo boshqa narsaga emas, chorva sug'orishga emas, akalar ichimlik suviga ham ketadi. Bemalol ichida suv so'rishni ham sifatli holatda turadi. Hop, bochkamizni 20 tonnalik qilib ham yasasak bo'ladi, faqat dastavka qilib bersak muammo bo'lib ketib qoladi akalar. Mana bu har bitta svarka kuydirilgan joylar ichidagi tortqisi bo'ladi. Bu tarafida 6 ta tortqisi bor. Va bu tarafda yana 6 ta tortqisi bor. Konteynerning tom qismidan qilingan. Materiali juda ham ideal holatda va chidamli bo'ladi. Hop. Bizda faqat ikkita xil bochka bilan chegaralangan. Bu bochkamizni suv hajmi 5 tonna 800 litr bo'ladi. Xalq tilida 6 tonna deyishadi. Narxi 3 million 800 ming so'm akalar. Bosib olish kerak.
manzilimiz Samarqand viloyati Qarshi hududida Jom qishlog'iga kirishda o'sha trassani yoqasidan Suyuq va choyxonasini ro'parasidamiz. Qashqadaryo tarafdan kelishda Umakay postdan o'tasiz, bu yoqqa qarab 10 kilometr yurasiz, o'zi 10 qo'lingizda yo'l yoqadi. Xo'p, nimalar qoldi endi? Akalar, keyin Po'lat brendi ostida ishlab chiqarilayotgan chorva uchun mo'ljallangan dravikalarimizni video obzorini qilib beraman. Buning vazifasi yem va hashaklarni maydalash bo'ladi. Xo'p, buni motoriga, korpusiga va pichog'iga qarab narxlari chiqaveradi akalar. Qiziqsalaring telefon qilib aloqaga chiqib so'raverasizlar. 2,5 million so'mdan 3 million 100 ming so'mgacha bor dravikalarimiz. Narxini kelishamiz akalar dastavkaga qarab. Agar mabodo yana sizga nimadir qiziq bo'lsa, buning ishlatilishi yoki boshqa nimadir bo'lsa, akalar bez reklama, xudo xolasa kesilmagan holatda bizni kanalimizga kirib ko'rsangiz, odamlar uyga borib qo'yib ko'rsatib bergan joylarimni hammasini video qilib olganman. Hashagini ham, plus yemini ham chiqarib ko'rsatib berganlarim bor. Endi bu sizga yana ham ishonchli bo'lish uchun faqat og'izni ko'pirtirib reklama qilmaymiz, borini o'sha ko'rsatib chiqarib beryapmiz akalar. Hali osmondan tushib qolgan, Mars materialidan qilingan demaymiz akalar. Ma'qul kelsa aloqaga chiqib qo'yaverasizlar. Bizning manzilimiz Samarqand viloyati Nurobod tumani Jom qishlog'iga kiraverishda, Samarqand tarafdan kelishda. Bizda alyumin va mis admotkali dravikalarimiz ham bor. Hammaga omad, sog' salomat bo'lasizlar. Aloqaga chiqib qo'yaveringlar.